Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Sultonov Samandar. Bugun sizga o'zimning hayotim haqida, o'zimning yo'lim haqida gapirib bermoqchiman. Nimaga aynan SMM kasbini tanladim, qanaqa qiyinchiliklarga uchradim va bugun qanaqa natijalarga erishdim. Va albatta, sizlar uchun ham foydali narsalar bo'ladi va videoning oxirida bitta muhim maslahat bilan sizlar bilan ulashmoqchiman. Men Toshkent shahrida yashayman. Bolaligimdan juda qiziquvchan bo'lganman va hamma narsaga qiziqqanman. Internet orqali pul topishga, zamonaviy kasblarga doim qiziqib, o'sha narsalarga erishishni xohlaganman. O'sha davrda kichkina bitta orzuyim bo'lgan. Kimdir futbolchi bo'lishni xohlagandir, kimdir doktor, kimdir xirurg bo'lishni xohlagan, lekin men katta odam bo'lib, odamlarni quvontirib, ularga yordam berishni har doim xohlab borardim. Va aynan maktab paytlari men SMM sohasi bilan shug'ullanishni va rivojlanishni boshlaganman. Bu qanaqa bo'lgan? Men o'zimning radno ukam bilan YouTube orqali tutorial ko'rganmiz. Instagramda qanaqa qilib maska yaratish. Ya'ni Instagramni kamera bo'limida filtrladi, odamlarning mana shu joyida nomini yozib, o'sha maskalarni sotardik. Buni narxi примерно $3, $5 atrofida bo'lardi. 50 ming so'mga, 60 ming so'mga sotardik. Va aynan o'sha paytlari SMMda birinchi rivojlanib, birinchi opit yig'ishni boshlaganmiz. Va Instagram orqali ukam bilan bir oyning ichida $100, $150 pul topganmiz. O'sha payti biz bu narsaga qiziqib, SMM orqali haqiqatan ham pul topsa bo'ladi, bu real kasb deb o'zimizga aytib xursand bo'lganmiz. Undan keyin Maskus brendini ko'rgan, qiziqqan odamlar bizga ham shunaqa SMM qilib bering degan. Va o'sha paytda men Mega Brands degan kiyim do'koni bilan ishlashni boshlaganman. Endi u payt opitim ko'p bo'lmagan, tajribam umuman bo'lmagan, lekin biz harakat qilib ukam bilan Mega Brands do'konini ko'tarishga harakat qilganmiz va har xil postlar, storieslar olganmiz. Ular hech qaysi ideal bo'lmagan. Hozir o'sha profilni ochib, past tushib ko'rib chiqsam, juda ham bir kulgili bo'lgan. Lekin hamma odam o'shaqa paytlardan o'tish kerak. Shunaqa narsalar bo'lmasa, odam rivojlanmaydi. Lekin bu SMM kursimizda siz o'sha narsani bizachalik qiynalmagan holda ancha osonroq o'rganishga va shunaqa bilim olishga harakat qilasiz. Chunki bizda strategiya bo'limi, kontent bo'limi, reklama bo'limi tayyor qilingan va u yoqda ekspertlar, mutaxassislar sizga qanaqa qilib qiyinchiliklarsiz reklama zapuska qilishni va kontent olishni o'rgatishadi. Maktabni tugatgandan keyin men Singapurskiy MZS universitetiga o'qishga kirganman va birinchi kurs davomida talabalik davrimda men juda ham vaqtim kam bo'lgan, imtihonlar, assignmentlar bilan, undan tashqari SMM bo'yicha proyektim bo'lgan va shu narsalarni hammasini birga olib borish juda ham qiyin bo'lgan. Lekin bitta narsa meni ichimda har doim gapirardim. Men bundan ko'proq narsaga qodirman, meni hamma narsa qo'limdan keladi va men kelajakda ekspert bo'la olaman degan narsa. Meni yoshligimdagi orzu bir kuni o'zimni topaman, o'zimni soham bo'ladi, erkin ishlayman, hech kim boshimda turmaydi, o'zim xohlagan darajada daromad qila olaman degan orzum bo'lgan. Atrofimda ofitsiantlar, baristalar yoki boshqa oddiy ishda, qora ishda ishlayotgan odamlarni ko'rardim. Ular oyiga 2 million so'm, 3 million so'm pul olardi. 10 soatlab, 12 soatlab daji pul ishlardi. O'sha payt ichimda men ham xuddi shunaqa hayotga, xuddi shunaqa narsaga loyiqmanmi degan savol berganimda javobim aniq yo'q bo'lgan. Boshida aytib o'tganimdek, Mega Brands kiyim do'konida yoki Maskus profilida juda ham qiyin bo'lgan. Undan tashqari yangi mijozlarni topish qiyin bo'lgan. Reklama qanaqa ishlashini tushunmasdim. Lekin ichimda bitta narsa meni hech qachon to'xtatmagan. Shu yo'l meniki, Samandar, sabr qil, o'rgan, hammasi yaxshi bo'ladigan narsani har doim o'zimga aytib kelganman. Oradan bir necha oy vaqt o'tib, men Sfera jamoasiga qo'shilganman va Sfera marketing agentligida ishlashni boshlaganman. Bu hayotimdagi eng katta burilish nuqtasi bo'ldi deb ayta olaman, chunki bu yoqda men O'zbekistondagi katta yirik brendlar bilan ishlashni boshlaganman va ularga SMM xizmatlarini ko'rsatishni boshlaganman. O'sha paytda men 100% ayta olamanki, asosiy tajribamni, asosiy SMM sohasidagi bo'lgan qiziqishni ham именно Sfera maktabida, Sfera marketing agentsiyasi olganman deb o'ylayman. Sfera marketing agentligisidagi tajribamdan keyin men freelansga o'tdim va bu yoqda meni butunlay hayotim o'zgardi. Yangicha bosqich, yangicha level va yangicha qiyinliklar. Mustaqil ravishda mijoz topishim kerak, shartnomalar tuzishim kerak, ular bilan переговорlar o'tkazish kerak va o'zimga o'zim narx belgilashni o'rganishim kerak. Bularning barchasini men oylar davomida shu freelans payti o'rgandim. Va freelansdagi eng katta daromadim bir oy ichida 40 million so'mdan oshiq bo'lgan. Har bir oyda shuncha daromad qildim va bu juda ham ko'p loyihalar bilan, 5 ta 10 ta loyihalar bilan kelgan pul emas. Bu faqatgina 2 tagina, 3 tagina loyiham bo'lgan. Nimaga bunaqa katta pul topilgan? Chunki ularga katta chek sotilgan va оборотdan foizga o'tirilgan. Ya'ni siz qilib bergan обороtingizga, siz qilgan foydangizdan kelib chiqib, biznes egasi sizga foiz beradi.
va shu foiz menda bitta proyektga даже 20 million, 25 million so'mgacha pul topgan paytlarim bo'lgan. Bu yo'l menga bitta narsani o'rgatdi. Hech narsa oson kelmaydi. Lekin agar siz sabrli bo'lsangiz, o'zingizga ishonsangiz, o'zingizga sarmoya qilsangiz va tinmay izlansangiz, albatta natija keladi. Men ko'p narsani ko'rdim. Oddiy ishda ishlagan odam agar o'zini rivojlantirsa, bir necha oy ichida butunlay hayotini o'zgartirib, ekspert darajasiga, yaxshi daromad topish darajasiga chiqishi mumkin. Va men sizga bitta maslahat bermoqchiman. Hech qachon boshlashdan qo'rqmang. Hamma narsa boshidagi birinchi qadamlardan boshlanadi. Men ham qo'rqardim, men ham eplolmaymanmi bu narsani. Masalan, $1000 ga klient olganimda, men shu pulga arziymanmi deb o'ylardim. Hattoki birinchi boshlang'ich paytlarida oyligimni so'rashga uyalardim. Nimaga? Chunki bu narsaga men loyiqmanmi? Shu narsaga bir oy ishlab, men shu pul olishga loyiqmanmi degan narsani o'zim miyamga berardim va biznes egasidan men o'zimni ishlagan pulimni so'rashga uyalardim. Lekin o'sha meni birinchi qadamlarim meni bugungi darajamga olib chiqdi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, SMM kursi bo'yicha sizlarga o'rgatmoqchiman va shu bilim darajamni bermoqchiman. Shunda siz men o'tgan yo'limni tezroq o'tasiz, aniqroq o'tasiz va samaraliroq o'tishingiz mumkin. Agar siz ham oyiga 3 million, 5 million atrofida oylik olib charchab ketgan bo'lsangiz, o'zingizni hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, SMM sohasida o'zingizni ko'rsatib, ekspert darajasiga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun eng yaxshi imkoniyat. Bu videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Siz bilan SMM kursida ko'rishamiz.